Matnning asosiy mazmunini anglash. Rejamiz: birinchi, matn tarifi va asosiy xususiyatlarini tushuntirish. Ikkinchi rejamiz: matn turlarini va ularning xususiyatlarini o'rganish. Uchinchi rejamiz: matnni shakllantiruvchi vositalar va ularning amaliy qo'llanilishi. Matn tarifi. Matnning asosiy tarifi matn fikr va ma'lumotlarni yozma va og'zaki shaklda ifodalash usulidir. Matnning ahamiyati va roli. Matn bilim uzatish va fikrlarni ifodalash uchun muhim vositadir. Matnning o'ziga xos xususiyatlari: strukturaviy aniqlik, aniq ifodalanganlik, mantiqiy ketma-ketlik matnning asosiy xususiyatlaridir. Matnning asosiy xususiyatlari. Matnning asosiy xususiyatlari uning tuzilishi, maqsadi, funksiyalarini o'z ichiga oladi. Matn odatda bir nechta qatlamlardan iborat bo'lib, ma'lumotni aniq yetkazish uchun mo'ljallangan. Uning asosiy maqsadi axborot uzatish, fikrlarni ifoda etish va muallif niyatini tushunishdir. Matnning qurilishi. Matnning qismlariga qaraydigan bo'lsak, kirish, asosiy qism va xulosa qismlardan iborat. Har bir qismning vazifasi aniqlanadi. Har bir qism mantiqiy va logik ravishda bog'langan bo'lishi kerak. Bu fikrlarning ketma-ketligini ta'minlaydi. Matnning mantiqiy tuzilishi uni tushunarli qiladi. Yaxshi strukturaga ega matn muhitni yaxshilaydi. Matnni shakllantiruvchi vositalar. Matnni shakllantirishda foydalanadigan vositalar ularning ta'siri va ahamiyati haqida qisqacha ma'lumotlar yoritishga yordam beradi. Matnning ahamiyati. Avvalo, jamiyatdagi roli. Matn jamiyatda axborot almashinuvi va muloqot uchun asosiy vositadir. U tarbiyaviy, madaniy va ilmiy rivojlanishning markaziy elementidir. Ta'lim va madaniyatdagi o'rni. Matn ta'lim jarayonida bilimlarni uzatishda muhim rol o'ynaydi. Matn turlari va ularning xususiyatlari. Matn turlari va ularning o'ziga xos xususiyatlarini tushunish, ularning foydalanish sohalarini va o'ziga xosligini aniqlash uchun muhimdir. Matn turlari quyidagilardan iborat. Birinchisi, ilmiy matn. Ilmiy matnlar aniq rasmiy faktlarga asoslangan ilmiy maqolalar, dissertatsiyalardir. Adabiy matnlar emotsional, estetik asarlarning o'ziga xosligi, she'rlar, romanlardir. Jurnalistik matnlar tezkor faktlarga asoslangan gazeta, jurnal va yangiliklar. Har bir matn turining o'ziga xos xususiyatlari bo'lib, matn turlarining tasnifi quyidagicha. Matn turlarining tasnifi asosiy kategoriyalarga bo'linadi. Yozma va og'zaki matnlar. Yozma matnlar ilmiy maqola, kitob, hisobot. Og'zaki matnlar nutq, intervyu, suhbat. Tasniflash mezonlari, ya'ni sifat, maqsad, foydalanadigan vositalar uslubga asoslanadi. To'g'ri matn tanlovi va foydalanish uchun muhimdir. Matn turlarining o'ziga xos xususiyatlari. Har bir matn turi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularning aniqlashda ularning maqsadi, uslubi va tuzilishi muhim rol o'ynaydi. Masalan, akademik matnlar rasmiy va aniq bo'lib, dalillar va faktlarga asoslangan bo'ladi. Reklama matnlari esa jozibador va ta'sirchan bo'lishi mumkin. Xususiyatlar orqali matnlarni ajratish mumkin. Masalan, yozilish uslubi, til uslubi, maqsadga muvofiqlik va o'quvchi bilan bog'lanish darajasi. Bu ajratish yordamida matnlarni tahlil qilish va ularning turiga mos keladigan usullarni tanlash osonlashadi. Har bir matn turining amaliyotdagi o'rni va sohalardagi qo'llanilishi muhim. Matn turlarining o'zaro ta'siri. Matn turlari o'rtasida bog'lanishlar va ularning bir-biriga ta'siri muhim. Misollar bilan ko'rsatib, ularning qanday ta'sir qilishini tushuntiramiz. Bu matnlar orasidagi aloqalarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Har bir vositaning amaliy qo'llanilishi, misollar bilan tushuntirish o'zbek adabiyotida qo'llanilishi. Punktsion yordamida matn ma'nosi aniqroq bo'ladi. Stilistik vositalar, metafora va takrorlash estetik va ta'sir kuchini oshiradi. Matnni shakllantiruvchi vositalarning turlari. Leksik vositalar so'z boyligini, sinonimlar va frazeologizmlar yordamida matnni boyitadi. Sintaktik vositalar gap tuzilishini shakllantiradi. Stilistik vositalar uslub va ta'sirni kuchaytiradi. Leksik vositalar sinonimlar, antonimlar, sintaktik vositalar esa bog'lovchilar, bo'linmalar,
Stilistik bog'lash nimalar esa vositalar esa ta'kidlagichlar har bir matn shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Ular matnning aniqligi, grammatik to'g'riligi va estetik ta'sirini oshiradi. To'g'ri foydalanish matnning samaradorligini va ta'sirchan bo'lishini ta'minlaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, matnning ta'rifi va asosiy xususiyatlari muhim. Aniq va ravon matn tushunarli axborot yetkazadi. Matn qurilishi va shakllantiruvchi vositalar muhim. To'g'ri tanlangan vositalar samarali kommunikatsiyani ta'minlaydi. Matn turlarining o'ziga xos xususiyatlari va amaliy qo'llanmalari. Ularning to'g'ri tanlovi va rivojlanishi ta'limda va axborot uzatishda muhim rol o'ynaydi.